Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-fevraldagi qarori asosida kunduzgi parvarish xizmati maskanlari faoliyatini yo'lga qo'yish belgilangan bo'lib, Pastdarg'om tumanida ularni bir nechtasi allaqachon ishga tushirilgan. Sazag'on mahallasida yana bir shunday dargoh kuni kecha foydalanishga topshirildi. Ushbu maskanda 3 yoshdan 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlash xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda nogironligi bo'lgan bolalar kunduzgi parvarish xizmatiga ularning ota-onalari bilan Inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'rtasida tuzilgan ijtimoiy shartnoma asosida hamda psixologik tibbiy pedagogik komissiya tomonidan belgilangan tartibda berilgan xulosaga muvofiq qabul qilinadi. Kitob ma'rifat manbai, inson tafakkurini shakllantiradi, bilim doirasini kengaytiradi va ma'naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Xodimlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kitobxonlik madaniyatini oshirish maqsadida Pastdarg'om tumani hokimligi binosida yangi zamonaviy talablarga javob beradigan kutubxona tashkil etildi. Tashkil qilingan yangi yil bayrami tadbirida ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan 76 nafar bolajonlarga prezident sovg'alari topshirildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarning 26 nafar farzandlari uchun xatna to'yi ham o'tkazildi. Davrada yangragan bayramona kuy-qo'shiqlar esa barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Pastdarg'om tumanidagi ishga tushirilgan 26 ta ijtimoiy obyektlarning aynan 13 tasi maktabgacha va maktab binolari ekanligi qonarlidir. Bog'onali hamda yuqori bog'onali mahallalarining bolalarini ta'lim oladigan bir ilm maskani yana 360 o'rinli qo'shimcha binoga ega bo'ldi. Hurmatli prezidentimizni ta'limga bo'lgan e'tibori, yoshlarimizni kelajagiga bo'lgan e'tiborini bir jabhasi deb bilamiz. Shuningdek, bayram shodiyonasi davomida bir nechta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham foydalanishga topshirildi. Galatut va To'qboy mahallalarining bolajonlari uchun 35-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 120 o'rinli hamda Gumbaz mahallasidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 120 o'rinli zamonaviy binosi ham ishga tushirildi. Kun davomidagi shodiyonalar kechki mahal tuman markaziga ko'chdi. Bu yerda ham bayram tadbiri tashkil etilib, tumandagi korxona, tashkilot va muassasalarda samarali mehnat qilib kelayotgan yilning eng faol xodimlari taqdirlandilar. Shundan so'ng elimiz suygan san'atkorlar tomonidan konsert dasturi namoyish etildi.